Toshkent shahrida xorijiy tillarga ixtisoslashtirilgan maktab-internati tashkil etilmoqda. Unda o'quvchilar bir vaqtning o'zida ingliz va xitoy tilini, aniq fanlarni hamda hayotda kerak bo'ladigan ko'nikmalarni egallaydi. Buning uchun 2026-2027 yil o'quv yiliga mo'ljallangan tayanch o'quv rejasi loyihasi ishlab chiqilmoqda. Xitoy Xalq Respublikasi, Angliya va Amerika Qo'shma Shtatlaridan yuqori malakali pedagoglar jalb etiladi. Muxbirimiz Madina Bonu Hamroyeva lavhasi ana shu haqida. Xorijiy tillarga ixtisoslashtirilgan maktabning tayyorlov guruhiga qabul jarayonida 553 nafar bolaning hujjati qabul qilindi. Ulardan 470 nafari sinov imtihonida ishtirok etdi. Maktab dasturiga ko'ra tayyorlov guruhlariga 24 nafar, 1-4 sinflarga 24 nafar, 5-7 sinflarga esa 48 nafardan o'quvchi qabul qilinishi rejalashtirilgan. Maktabga tayyorlov guruhi hamda 1-sinflarimizga kirish imtihonlari 2 bosqichda tashkil etiladi. Ya'ni bugun test jarayoni o'tkazilgan bo'lsa, test natijalari asosida har bir o'ringa, ya'ni ushbu sinflarimizga, boshlang'ich sinflarimizga 24 nafar o'quvchi qabul qilinadigan bo'lsa, ikkinchi bosqichga har bir o'rin uchun 5 nafar o'quvchilar, xususan maktabga tayyorlov guruhiga hamda 1-sinfga 120 nafardan o'quvchilar saralab olinib, ushbu o'quvchilar ikkinchi bosqich kirish imtihonida suhbat jarayonida ishtirok etadilar. Iqtidorli bolalarni saralash va qabul qilish tartibi xorijiy tajriba asosida ishlab chiqilgan. Darsliklar esa jahonda eng samarali deb topilgan qo'llanmalar orasidan tanlab olingan. Ixtisoslashgan maktabimizda asosan STEM fanlari bilan birga xorijiy tillar hamda Xitoy tili ikkinchi til sifatida ixtisoslashtirilgan fanlar qatorida o'qitiladi. 5-7 sinflarga qabul imtihonlari xalqaro Cambridge Assessment tashkiloti bilan hamkorlikda o'tkazilgan bo'lsa, bugungi kunda boshlang'ich sinflarimiz uchun saralash imtihonlari xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda ixtisoslashgan ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi pedagogik mahorat va xalqaro baholash ilmiy-amaliy markazi tomonidan o'tkazib borilmoqda. Maktab o'quvchilarda o'z-o'zini va vaqtini boshqarish, hamkorlikda ishlash ko'nikmalari shakllantiriladi. Liderlik, jamoada ishlash va boshqa yo'nalishlarning bari maktab hayotining bir qismi bo'lishi kutilmoqda. Ijodiy va tanqidiy fikrlash, sun'iy intellekt hamda ma'lumotlar tahlili ham dasturdan o'rin olgan. Har bir sinf uchun aniq sertifikat darajasi qo'yilgan. Ya'ni bola qaysi bosqichda qayerda turishi kerakligi ma'lum bo'lib, nazorat qilib boriladi. Bu maktab va ota-ona uchun ham natijani aniq belgilab borishga yordam beradi. Yana bir jihati sinflarning kichikligi. Bir sinfda 12 nafardan o'quvchi bo'lishi o'qituvchiga har bir bola bilan alohida ishlash imkonini beradi.